Assalomu alaykum, Xorazm Liz YouTube kanalımızda obunachilar. Ey do'stlar, biz bugün Cherry avtosalonuna geldik. Zo'r yangiliklarimiz bor ekan. Oldimizda bayram, ya'ni Hayit munosabati bilan zo'r yangiliklarni qilibdilar ekan. Hozir Hurmatbek ukamizdan so'raymiz to'liq ma'lumotlarni. Ey do'stlar, 60 million so'm bilan xudo xolasa sizlar nechik mashina asosida bo'ladi? Hozir shuni ko'rib chiqamiz. Ey do'stlar, inomarka deyman, urib yenchib, xudo xolasa taqsinam bosaveraman. Oilaviy mashinam kerak menga desangizlar, zo'r taklifimiz bor. Muddatiy to'lov asosida asoslar ham bo'ladi ekan, bo'lib to'lash asosida asoslar ham bo'ladi ekan. Bizlar hozir yaqinda yordam beradi ukamiz. Hurmatbek, assalomu alaykum. Yaxshimi, sog'liklar yaxshimi? Harmanglar. Bugun obunacholarimizdan noy yangiliking bor. Endi ham urib yenchpaydigan, oilaviy, metan ham ketaveradigan 60 million pulim bor ekan. Bo'ldi ağa, şu 60 milyonunuzda hem o'zingiz o'ylagan niyat etib turgan avtomobilingiz işi bo'ladi ağa. 60 milyon pul to'lab, eldan 60 milyon pul to'lab 24 oygacha 0% dan qayta etsangiz bo'ladi. Agar yana ham oyini uzaytiraman desangiz 50% 60% pul to'lasangiz 5 yilgacha bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Ha, 5 Bu yilgacha. dasturimiz ağa 26-maygacha, ya'ni bayramgacha, bayramlarda shunday aksiyamiz bo'lib turibdi ağa. Maşinin o'zini obzorni aytadigan bo'lsak, 1.5lik eng qiziqli yeri atmosferniy bo'ladi ağa. Buna metan ham, propan ham poni tushadi. Endi motorning obyomi 1.5lik atmosferin dedik. Endi rasxodga keladigan sharicha 6,5-7 litr tashkil etadi. 6,5. Hali masalan metan qo'ymasam 6,5 normal. Benzin o'zida normal ne desangiz, aydasa bo'ladi. Ham ikki xil rejim bor o'zida. Eko bilan sport rejimi bor. Ekoda desangiz endi rasxod kamroq bo'ladi. Sportda desangiz yana kuchliroq bo'ladi. Buni necha xil pozitsiyasi bor? Buni 3 xil ağa. Uchisidan ham asosiy kuzovi 1. Uchisidan ham kuzov 1 bo'ladi. Endi funksiyasida endi lyukunda farq etadi. Ha, komfortida ozgina. Lekin yurishi ham mo'ji bir xil. Yurishi, motori, asosiy yerlar 1. Ha, shunda komfortida, bahosida ozgina o'zgaradi. Bahosi necha so'm buni o'zi? Buni bahosi ağa naqd pul etib olaman desalar 214 million 900. Agar bo'lib to'lash olaman desalar 239 million 900. O'zini bahosidan tanlar. Nalichi oladigan odamlar uchun 25 million foyda bilan olsalar bo'ladi. Ha, shu nalichi olsa, aytganingdek foyda bilan olsa bo'ladi. Zo'r. Kredit ham bo'ladi. Trading xizmatlar bormi? Bor. Masalan, meni Gentram, Cobalt'im bor. Bo'ladi. Nexia uchun ham bor. Bo'ladi ağa, o'sha kelsalar trading xizmatimiz bor. Keyin test drive'imiz bor. Mashinani o'zini haydab ko'rib, yoqsalar qayta etsalar bo'ladi. Tortishlari ham mo'jiz zo'r. O'shada test drive'da ponni xalosalar 8 yo'lda, xalosalar oltin yo'lda ham haydab ko'rsa bo'ladi ağa. Zo'r, aziz do'stlar, kelaverasizlar. Agarda 60 million pul yig'nab qo'ysiz, xudo xolasa, ham inomarkada yuraman, taksichilik ham aytaveraman yoki bo'lmasa shaharda yursam bo'laveradi-ku, hech qanday rasxodi kam ekan. İşten borib, ishdan qaytib kelamiz biz. Oilaviy mashina kerak desangizlar ham ishlari keng ekan polni. Xolasizlar bu. Yo'q desangizlar, bu yerda har xil turdagi mashinalarimiz bor, aziz do'stlar. Endi ko'rib turganlaringizdan Tico 2 Pro'miz bor, 7 Pro, 8 gibridlar bor, to'g'rimi? Endi biz o'zir mashinadan ko'rsatib o'tsak, balonlarni qani kenglashga ko'rsatamiz. Balonlarimiz ham eng zo'ri, aytdik-ku, jaydar mashina bo'lgandan keyin uni ichini demash kerak. Shunday bu 16 lik balon, 16 razmerdagi balon ham yumshoq, almashtirish kerakmaydi. Endi buni 4 ham tormoz tutadi. Buni diskalar ham tayyor ekan. Hamma o'zi tayyor, deb o'tirmaysiz yechimni. Endi salonning ichini ko'rsangiz ham qizil polosalar o'tib turishini qaranglar. Bunda 5 ключ ham bor. Knopkada bosib, ilib olsangiz bo'ladi. Endi ishlarni ko'rsangiz yana. Shu aytganimizdek, menga rasus aytmaysiz, silinlar ham poni koja bo'ladi. Hammasi kojaning bo'ladi. Poliklar qo'shib berasizlarmi? Uni kelsalar ham bonus etib beramiz. Bonus etsangizlar bo'ladi. Silinlarimiz qizadi, rullarimiz ham multirul, u ham kojaning beklangan poni, qoplangan. Multirul. Apshipkalarimiz asosiysi, eng ko'p foydalanadigan yerlarimiz ham, ya'ni laminator o'tirmaysiz sog'am, bunaqandan keyin. Bizi kojaning ham sifatli, qirchilik qolmaydi. Qirchilik qolmaydi. Ham aytganim, ya'ni Eco Sport rejim, zadniy kameralar ham bor. Endi arkasini oilaviy dedik-ku. Shuna endi ko'rsatib o'tamiz. Arkasida deflektorlar, konditsioner ham arkasini uradi poni. Ha, konditsioner ham uradi. Arkasi ham yana kojaning, yumshoq. Eng yaxshi tovarlar bilan ishlangan. Bagajini taksi surgan vaqtimda, masalan, vajdani yuklab ketadi u. Yine oilaviy dedik-ku, oilaviylar misol aytib, yana 482 litr ob'yom hajm. Poni ishlarini ko'rishingiz mumkin. Bu zo'r. Bu zapaskalari bo'ladimi? Zapaskalari joyida hammasi, ağa. Pulushlar. Keyin bellar ham ko'rishingiz mumkin. Inomarka bo'lgandan keyin ham mirab shipka bilan beklangan. Hech yer ochiq yeri yo'q, ağa. Shuni akkuratni etib ishlangan. Aytganimdek bellarni laminat urish ham shart emas, o'zi yaxshi tovar, umuman qirchilik qolmaydi. Buni necha svetlari bor? Buni xolon svetiz bor, asosiysi endi oq qaralar ham bor, keyin jiqak svet, keyin boshqa svetlarimiz ham bor. Asosiysi 4-5 xil svet bor, ham jemchug kraska bo'ladi. Bidan nalichida topsa bo'ladi axir. Bor, tayyor. Agar shu bo'lib to'lashaymi kredit bo'lsa, ish kirib 200 sat uzak. Bundan ortiq bo'lmaydi. 200 sat ichida ponimik keladi. Ham odlardan chiqadi, chornida bo'lsa, uni ham yo'li bor. Lizing ham chiqarib bilamiz. Lizing ham chiqarasizlar. Zo'r.
Manzil aziz do'stlar, Urganchdan yana Xivaga ketadigan ko'pir bor. Shundan tushgandan do'rimizdan Mamu akademiyasi bir quruq aylanib kelasizlar, xudo xolasa Cherry avtosalonimiz shu yerda joylashgan. Kredit, rassrochka, muddatli to'lov dedik. Ana keyin imtiyozli, to'g'rimi? Ashundan bemalol olsangizlar bo'ladi. Siz xohlagan turda sotib olsangizlar bo'ladi. Eldindan balkim kam raqam chiqishi mumkin, kredit olaman desa 60 emas, 30-40 millionlar bilan nechadir foizini to'lab olmasa bo'ladi o'xshaydi. Kelaverasizlar do'stlar, ko'ngilingizga keldimi mashinangiz? Kelinglar, xudo xolasa Cherry avtosalonda o'zingizga yakka mashina olib kelasiz. Ham bir o'ng'aylari bor og'a. Hava Shu yerga kelsalar hech narsadan qo'rqmaydilar. Birinchi o'rinda narx, hech kim beda pul qo'ymaydi. Zavoddan olganim bo'ladi. Ikkinchidan dokumentalniy tarzda garantiya, kitobiyat poni garantiya beriladi. Og'izda hech kim aytmaydi. servis xizmatlarini ish bo'ladi. Servis ham bor. Shu orqada salon bilan birga turibdi, salon markasini servis ham bor. Hech narsa qo'rqmaydilar. Boshqasi hamma o'zi bor. Garantiyasi bor. 5 yil. 5 yil garantiyasi kilometr bor. Zo'r. Aziz do'stlar, xudo xolasa, o'sha Cherry avtosalonni ko'pchilik yurtdoshlarimiz biladi, mashinalarni ham biladi. Kommentariyada yozib qoldirsangizlar ham bo'ladi. Nechik mashina ekan, haydab yurganlar. Zo'r. Hammaga tavsiya beramiz Cherry avtosalonni. Haydab ko'ring, keyin oling ana. Yozib ham qo'yibdi yana. Qarang, shiori, haydab ko'ring. Shuning uchun kelasizlar, xudo xolasa haydab ko'rib, yoqsa pulni to'lab olaverasizlar. Hammangizni Cherry avtosalonda kutib qolamiz, kelaverasizlar.